Bugungi videoda 24 soat Cristiano Ronaldodek yashab ko'raman. Unga o'xshab ovqatlanib, unga o'xshab trenirovka qilib, unga o'xshab uxlab. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqadi. Qani bo'lmasam ketdik 24 soat Cristiano Ronaldo bo'lishga. Hammaga salom aziz o'rtoqlar. Bugungi videoda 24 soat Cristiano Ronaldodek yashab ko'raman. Cristiano Ronaldo har doim yoki 7 yoki 8 da uyg'onadi. Mana bugun biz 7 da uyg'ondik va u birinchi qiladigan ishi u borib dush qabul qiladi. Hozir shunda dush qabul qilib chiqib, keyin nonushtaga o'tamiz. Mana do'stlar, zavtrikka ham o'tib oldik. Ronaldoning eng yaxshi ko'rgan zavtriklaridan biri bu banan bilan olma va Ronaldo sendvich tayyorlab yeydi, avokado va sir bilan birgalikda. Hozir bizda avokado bo'lmaganligi sababli mana do'stlar, shirin bo'lmagan yogurt. Buni yogurtni shirin bo'lmasligi ham mumkin emas. Shuning uchun ruchnoy podgodovkada qatiq, shakar va yana murabbo ham qo'shilgan yogurt. Ketdik do'stlar. Do'stlar, hozir poliga trenirovka qilishga ketyapman. Ronaldo aynan shu vaqtda komanda bilan trenirovkasini boshlaydi. Bizda hozir komanda bo'lmaganligi tufayli o'zim borib maksimalniy trenirovka qilaman. Hozir polida paydo bo'lamiz. Let's go. Va mana do'stlar, poliga ham yetib keldik. Ana endi maksimalniy trenirovka qilamiz. Cristiano! Mana do'stlar, tushlikka ham yetib keldik. Tuxum uje qaynatilyapti va pomidorlar uje kesilgan. Tuxum qaynab bo'lishi bilan tushlikka o'tamiz. Aytgancha do'stlar, Ronaldoning taomlarining ichida pasta smori produktimi bor. O'zimda pasta smori produktimi yo'qligi sababli mori produktga boy olivye yeyishga qaror qildim. Sababi oliviyada mori produktlar ko'p. Tushlikni qilib bo'lgandan so'ng ozroq dam olamiz. Sababi Ronaldo ikkinchi trenirovkadan oldin oilasi bilan vaqt o'tkazadi. O'zim hozir ozroq dam olib, keyin ikkinchi trenirovkaga o'tamiz. Let's go. Do'stlar, Ronaldoni yangi nishonlashi qanaqa qilib kelib chiqqan bilasizlarmi? Hozir sizlarga shu haqida batafsil gapirib beraman. Ronaldo Manchester Unitedda paytida ko'plab yosh futbolchilar klublarda yurib, hech qachon vaqtida uxlamasdi. Shu sababli bundan Ronaldoni jahli chiqardi va trenirovkada bir kun trenirovkada shunday deydi: sizlar vaqtida uxlashinglar kerak, vaqtida trenirovka qilishinglar kerak. Mana qaranglar, olimlar aytgandagi vaqtida uxlayman deb o'zini misol qiladi. Ko'plab yosh futbolchilar undan so'raydi, bu qanaqa usul ekan deganda, u birinchi usul embrion uslubi deydi, ikkinchi usul mana bunaqa murdaga o'xshab uxlash usuli deydi va ko'plab yosh futbolchilar kuladi va o'yin payti Ronaldo gol uradi va futbolchilarni kayfiyatini ko'tarish uchun shu tarzda golni nishonlaydi. Esinglarda bo'lsa, Entoni ham uni oldiga borib xuddi shunaqa qilib nishonlagan va uni yangi nishonlashi shu tarzda kelib chiqqan. Ana endi buni yeb olamiz. Biz ham 15 daqiqa yotamiz. Xuddi Ronaldodagi. Shaxsan o'zim shu informatsiyaga qoyil qoldim. Aynan shu 100% to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmadim-u, lekin Ronaldo 15 daqiqada yotib, o'zi 15 daqiqada uyquga ketgan bo'lar ekan. Qoyil lekin. Qani biz ham sinab ko'ramiz. Let's go.
Va mana do'stlar, embrion uslubi haqiqatdan ham yordam berdi. Ana endi ikkinchi trenirovkaga o'tamiz. Bolalar hammanglar bilsanglar kerak, Ronaldo o'zining Instagram sahifasida qanaqa qilib упражнениялар qilishini o'rgatgan. Hozir shu упражненияларga qarab biz ham bajaramiz. Ronaldo trenirovkadan keyin protein iste'mol qiladi. Bizda hozir protein yo'q va hali ichish mumkin ham emas, shu sababli ruchnoy protein qilamiz. Hozir ruchnoy proteinga kerakli narsalarni magazindan oldik. Ana endi protein qilishga o'tamiz. Mana do'stlar, bir bloger aytgan retsept bo'yicha hozir ruchnoy protein tayyorlaymiz. Uni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi kefir hamda banan. Shaxsan o'zimga ham qiziq bu narsalardan nima chiqishi, ya'ni o'sha aytgan retsept bo'yicha tayyorlaymiz. Qani protein, ruchnoy protein qila olamizmi? Cristiano Ronaldo proteinni ichgandan so'ng uxlaydi. O'zim hozir vashshe uyquga to'yganim uchun montaj qilib turaman. Ungacha 8 bo'ladi va keyin ujin qilamiz. Bum! Mana do'stlar, ujinga ham yetib keldik. Ronaldo ujinni juda ham yaxshi ko'radi. Ronaldoni eng yaxshi ko'radigan paytlaridan biri bu ujin. Ronaldo ujinda baliqni juda ham yaxshi ko'radi va riba mech degan baliqni u ko'pincha iste'mol qiladi, sevib iste'mol qiladi. Bizda hozir riba mech baliq bo'lmaganligi tufayli biz uni ikkinchi ovqatini yeyishga qaror qildik. U baliq bilan birgalikda sabzi iste'mol qiladi. Va mana do'stlar, hozir biz sabzini yeb olamiz. Va mana do'stlar, 24 soat bugungi videoda Cristiano Ronaldodek yashadim. To'liq 24 soat bo'lmagan bo'lsa ham, lekin kun davomida xuddi Ronaldodek yashadim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, 6 mahal ovqatlandim. Endi hamma ovqatlanganimni videoga ololmadim. Hech qanaqa lishni narsa yemadim. Xuddi Ronaldoni kun tartibidaqa 6 mahal ovqatlandim. Uchinchisi, 2 mahal trenirovka qildim. To'rtinchisi, xuddi Ronaldodek uxladim. Hech hayotda o'zi obedda uxlamayman, lekin uni uslubida yotgandan keyin nimagadir uxladim. O'rtoqlar, bu video sizlarga yoqadigan umiddaman. Agar shu video 300 ta like yig'sa, 24 soat Lionel Messidek yashab ko'raman.